Bu ko'rayotgan videongizda bir chigirtka tuproq tagiga tuxum qo'ymoqda. Ko'ryapsizki, bu video bir Qur'on mo'jizasini izoh etmoqda. Bu mo'jizaga bir e'tiborimizni qarataylik. Qur'oni Karim Qamar surasi 7-oyatda Alloh taolo aytadi: "Ular ko'zlari quyiga boqqan hollarida go'yo to'zigan chigirtkalar kabi qabrlardan chiqib kelurlar." Videoda ko'rganingiz kabi chigirtkalar tuxumni urug' kabi ekarlar. Tuproq tagida ma'lum davr yotganlaridan so'ng vaqti soati kelib chigirtkalar tuproq tagidan bir zumda to'p-to'p bo'lib chiqarlar. Xuddi bu insonlarning qabrga urug' kabi ekilib, sur chalingandan so'ng qabrdan bir zumda to'p-to'p bo'lib chiqqanlari kabidir. Qur'onda chigirtkalarni misol qilib bizga tushuntirilishi buyuk bir mo'jizadir. Chunki umri bo'yi tijorat bilan shug'ullangan bir kishining chigirtkalarni misol qilib xuddi zoolog kabi tushuntirib berishi imkonsizdir.